yaratquchini qaysi so'zlar bilan tushundirganimiz o'zimizni qandoq bilishimiz bilan o'xshash hisoblanadi. Agar Xudo deyilganda avval qo'rqadigan, xijil bo'ladigan bir mavjudlik aqlingga kelsa, sen ko'p vaqtlarda qo'rqinch va xijillik ichidasan demakdir. Yo'q. Agar Xudo deyilganda avval muhabbat, marhamat va shafqat deb tushunsang, senda bu sifatlardan nurg'uni bor demakdir. Haq yo'lda ilgirlash yurak ishidir. Aql ishi emas. Yo'lboshching mo'rangning ustidagi beshing emas, balki yuraking bo'lsin. Nafsingni biladiganlardan bo'l, o'chiradiganlardan emas. Qur'on 4 seviyede o'qiladi. Birinchi seviye zahiriy ma'nosidir. Keyingi botiniy ma'no. Uchinchisi botinining botinisidir. To'rtinchi seviye shunchalik cho'nqurki, so'zlar ifodalashga ojiz keladi. Koinotdagi har zarrada Allohning sifatlarini topa olaysan. Chunki u jamiyada, masjidda, cherkovda, Yahudiylarning ibodatxonasida emas, her zaman her yerdedir. Allah'ını görüp yaşaydiganlar bo'lmaganiga o'xshash, uni ko'rib o'ladiganlar mı yo'q? Kimiki uni topsa, mangu uningda qoladi. Aqlning ximiyasi bilan muhabbatning ximiyasi boshqadir. Aql salmoqdir, asta-asta qadam oladi. O'zingga diqqat qil deb tanbihlab turadi. Halbuki muhabbat shundoqmi? Uning deydigini o'zingni qo'yivet, tashlavat, ketsin deydi. Aql osonlikcha yiqilmaydi. Halbuki muhabbat bo'lsa, o'zini ufpirtidi, xarab bo'ladi. Qayg'u va o'limlar, ofatlar ichida bo'ladi. Nima bo'lsa vayrona qalblarda bo'ladi. Mushu dunyodagi jidal, adovat ve ölçmenliklerinin köpüncüsü til sebeplik boludu. Sen bol. Geplerge bek esilip alma. Muhabbet diyardı til berbir hükmünü yüttürüdü. Muhabbet tilsiz boludu. Muşu hayat yalğız derviş bolup yaşasan, öz avazının aks sadasını anlap, hakikatini tapalmaysan. Özünü faqatla başqa bir kişinin aynikida bütün görəleysən. Beşinğe nemi kelsi kelsin. Qaramlıqqa aldanma. Bütün işikler yepilsimi, ahirida u faqatla hech kim bilmaydigan maxfiy bir yol açıdı. Sen hazır görəlmisanmi, tar keçiklərinin keynida nurg'un cennet bağçıları var. Şükür qil. Xalig'inni qo'lga keltirganni şükür qilish oson. Sufi, tiliki icabet bolmagandım şükür qılalıgandır. Sabır qilish, jim turib saqlash emas. Keyinim ko'ralaydigan bo'lish deyarlikdir. Sabır degan nima? Tikanga qarab gulni, kechiga qarab kunduzni xiyol qilishdir. Allah do'stlari sabrni shekarga chilangan qizilgul qiqiga o'xshash sumuridi. Hazm qiladi hem bilişiduki kökteki ayının hilaldan tolun ayga beriş üçün vaqt ketidi. Qaysi tarafga barsang bar. Sharq, g'arb, shimol yoki janub. Sen chiqqan har bir safarni sayohat deb o'yla. O'z ichiga safar qilgan kishi oxirida zaminni aylanadi.